Assalomu alaykum. Keling. Akajon salom. Qanday charchamaysiz? Siz kundalik qani? Kundaligingizni olib kengash qo'yib beramiz. Kundalik nimaga kerak? Ish qo'yib beramizda. Baxtiyor akani taniganlar bormi? Duo qilib qo'yasizlar. Boshidan beri biz bilan birga. Gap yo'q. Deganlar assalomu alaykum. Aka bu boshidan birga bo'lgan sababi haqiqiy muhtoj oila, ertangi muhtoj oila, haqdor oila bo'lganligi uchun har kuni bir marta, ikki marta xabar olib turib qo'limizdan kelgan. Joningiz sog' bo'lsin, duo qilib Alloh fazli bilan inshaalloh. Gap yo'q, boringiz. Bitta iltimosim bor, bizni kuzatayotgan, sizni kuzatayotgan aniqroq. Shoir opamni plastikni yozib qoldiramiz. Chunki bu narsani o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Salom alik bilan bitib qolmaydi. Shunday. Deganlar plastikni qo'yib qo'yamiz. Inshaalloh Karim o'z ehsonlaringiz bo'lsa, ataganlaringiz bo'lsa, ozmi, ko'pmi hisob qo'ysalaringiz inshaalloh Roma o'zlariga keladi. Kulib turganingiz bilan bu yerda nima bo'layotganini men bilayapman deyapsiz. Qanday qiynalayotganingizni men bilayapman deyapsiz. Chunki ish juda tez, juda jadallik bilan ketadi. Ustalarimizga ham haqiqiy haqdor oila. Siz bilan birgalikda o'tkazamiz. Xudo xohlasa. Borlaringizga ham shukr. Sizda tashayotgan kartaga tashayotgan pullari mana o'zingiz ham ko'ryapsizki, ustalarimizga kelgan pullarni ham faqat usta haqlariga, bunga ishlatilyapti. Har bitta video qo'yilyapti. Shundaymi, Shoir opa? Xursandmisiz o'zi? Ayniqsa ukam turganiga. Shunday, gap yo'q. Borlaringiz. Sizda arzimagan ehsoningiz bir kambag'al oilani orzularini ro'yobga chiqarish uchun katta dalda bo'ladi. Xudo xohlasa. Rahmat. Birgalikda o'tkazamiz.